Aynan siz so'ragan lokatsiyadan uy chiqaryapmiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Begim chorrahada bo'lib turibdi. Termiz davlat universitetida 300 metr uzoqlikda joylashgan 3 qavatli yangi uylarning ikkinchi qavatida umumiy maydoni 59 kvadrat bo'lgan 2 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Qarshimizda Begim chorrahasi, aynan shu Begim chorrahasida joylashgan uyimiz. Ikkinchi qavatga chiqdik. Ko'rib turganingizdek, hozir men koridorda turibman. To'g'rimizda dushovoy, oshxona, spalnaxona va mehmonxonalar. Chap qo'limizda spalnaxonalarni tanishish boshlaymiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, spalnaxonasi bitta xona, ikki xona bo'lingan. Yo'q, aslo unday emas. Qurish tomonidan ikki xona qilib qurilgan va kadastr guvohnomada ham xuddi shunday ko'rsatilgan. To'g'rimizda Begim chorraha ko'rinib turibdi. Uyimizdagi barcha bitiyor texnikalar, xolodilnik, konditsioner, televizor barchasi qoladi. Bemalol hozirgi paytda ijaraga qo'ysangiz bo'ladi. Mehmonxona chiqishimiz bilan chap qo'limizda oshxonasi, o'tirish uchun uголоклар qilingan, ko'hna mebellari bor. Narxi necha pul deysizmi? Narxi aynan siz uchun 375 million so'm deb baholandi. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Chap qo'limizda dushovoy bilan hojatxonasi birgalikda qilingan, kir mashinalari qo'yilgan. O'ng qo'limizda hojatxona bo'lishgan, bu tarafga ko'chirishgan, arestonlar bor, ko'rib turganingizdek. Juda zo'r lokatsiyadan bo'lyapti aziz obunachilar.